Yoz o'tmoqda soz. Ha, O'zbekistonda har yilgi anomal va har yilgi chilla kirib keldi. Anomal so'zi o'zi standartdan tashqari, misli ko'rilmagan degan, lekin bizda har yili anomal issiq. Shunday bo'lsa-da, qayg'uga ne hojat deb mana hokimiyatdagilar, turli tashkilotdagilar mahallalarga borib suv sepishyapti, bolakaylarning ustidan suv sepishyapti, endi bayram qilib o'tkazishmoqda. Lekin bu degani biz tanqidiy bir fikr va mulohazalar qilmaymiz degani emas. Nega biz yana yoz mavsumiga tayyor emasmiz? Svetli o'chyapti. Eng qizig'i, nagli tan olishyapti, ha? Shunaqa chiroq yetmayapti, elektr energiyasi yetmayapti. Mana sizlarga xarita, qayerda qanaqa o'chadi deganda, Toshkent shahri qip-qizilda 16 yoshli anu yigitni yuziga chiqqan husnbuzar bo'ladi-yu, shuni qo'yapti Toshkent. Yevropada 35-36 gradusli anomal issiqqa dosh bera olmay odamlar o'layotgan paytda biz 45-50 da qaynoq qora choy ichib bardavom turibmiz. Ha, yozda chillasi atrofida ko'plab o'zi mavzular, voqealar bo'ldi. Ularga hali bir to'xtalib o'tamiz. Bangkokda mudhish hodisa sodir bo'ldi. O'tgan sonimizda aytaylikmi, yo'qmi deb o'yladik, lekin men o'ylaymanki, qanchalik mudhish bo'lmasin, baribir biz buni tilga olib o'tishimiz kerak. 12-iyul kuni Tailand poytaxti Bangkokda tungi klublarning birida yong'in kelib tushgan. Natijada 28 kishi halok bo'ldi va 25 ta odam jarohat olgan. Bilasizmi, bundan xulosa, ha, endi bu Bangkok barda bo'lgan, tungi klub emas, barda bo'lgan. Mana ashishrat, harom ishlar qilishadi. O'shaning uchun yong'in bo'lgan degan xulosa qilmasligingizni xohlardim. Nega? Chunki bu muammoni bitada hal qiladi. Yechimini beradi. Xudoning balosi bo'ldi, o'zingizdan bosinglar deb. Yo'q, xulosa unaqa bo'lish kerak emas. Xavfsizlik standartlari. Bunday holat O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har qanday jamoat joylari, kafe, restoran, barmi, qat bo'lsa ham xavfsizlik standartlari yuqori bo'lishi kerak. Biz mana shu haqida o'ylashimiz kerak. Chunki agarda bu xudoning balosi ekandek desak, biz bo'ldi, o'zimiz uchun muammoni hal qilib bo'lganmiz. Biz o'ylab ko'rishimiz kerak-da, nega bunaqa holatlar, bunday yong'inlar, bir Iroqdami qattiqdir ham to'yda necha yuz kishi o'lgandi-da. Nega bunaqa holatlar nisbatan kambag'alroq, nisbatan inson qadri past joylarda bo'ladi. O'ylab ko'ring, unaqa emas-ku, ya'ni xudoning balosi xavfsizlik standartlari past joyga borib urmaydi-ku. Mana Kanada, Avstraliyada judayam kamdan kam holatlarda bo'ladi. Bunaqa voqealar. Nega? Ular ham g'ayridinku bundoq qarasa. Gap xavfsizlik standartlarida. Shu haqida biz o'ylashimiz kerak. Bu narsa O'zbekistonga ham taalluqli, chunki xuddi shunaqa yong'in bo'lmasa ham, lekin shunga o'xshagan inson qadri bilan bog'liq bo'lgan, e'tiborsizlik tufayli sodir bo'lgan juda ham ko'p hodisalar bizda bor. Va xuddi shu narsa, afsuski, mana shu ko'p gapirilgan o'zbek mentaliteti deymiz, shunga aloqador yana bitta video mana ko'ring. 80 yoshli onaxon nima ish qilib yuribdilar. Qoyil, zo'r, gap yo'q, shunaqa bo'lish kerak, faol bo'lish kerak. 70 yoshmi odam, 60 mi, 80 yoshmi, faol hayotda rejalari bo'lish kerak, maza qilib faol ravishda hayotni kechirish kerak. Afsuski biz o'zbeklarda 60 ga to'lmasdan 55 yoshda men endi bir oyog'im bo'tdi, bir oyog'im go'rdi, bugun bormanmi, ertaga yo'qmanmi degan gaplarga o'tib olishadi. 50-55 yosh o'rta yosh hisoblanadi. Odam o'ziga qarash kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Sport deganim, ha, borib qanaqadir sport emas. Faol bo'linglar, yurish kerak, yugurish kerak va balki qanaqadir sport turlari bor. Va eng muhimi, hayotdan doim maqsad va rejalar bo'lishi kerak. Nimaga biz o'zbeklar 60 dan keyin bo'ldi, biz qaridik, ertaga bormanmi, yo'qmanmi, yotoqchilab, keyin bir yiqilib tushadi yoki nimadir kasal bo'lib 65 da o'lib ketadi. Nega? Chunki 60 yoshgacha biz hamma qizlarni uzatamiz, farzandlarni uylantiramizda, hayot missiyasi tugadi. Tushunishimiz kerakki, bizni tanamiz, miyamiz shunaqa ishlaydi. Agar bizni 5 yillik, 10 yillik rejalarimiz bo'lmasa, miyaga signal ketadi. Hayotda qiladigan ish qolmadi degan. O'shaning uchun 60 mi, 65 mi, 70 yoshmi hayotdan rejalar bo'lish kerak va kimgadir bo'ldi endi men mutuman, kimdir menga endi g'amxo'rlik qilib qarab o'tirish kerak. Yo'q. Soqqasini ber menga deyish kerak. O'g'illarga soqqasini ber, men o'zim bilaman. Choyxonam bor, hobbim bor, dunyo aylanmoqchiman. Men rejam 10 ta davlatga borish. Bo'ldi, menga qachon men aylantirib kelasan emas. Men o'zim aylanaman. Nima degani men aylantirib kelasan? Men o'zim nima aylana olmaymanmi? Mana shunaqa o'ylash kerak demoqchiman. Shunaqa mishleniyaga o'tishimiz kerak. Izohlarda yozinglar, qanchalik fikrim to'g'ri yoki noto'g'ri. Men hali qarib ko'rmaganman-da, o'shaning uchun bu yerda mahmandanlik qilishim balki noo'rindir. Shuning uchun izohlarda fikringizni yozinglar. Salomlashish esdan chiqdi-ku. Assalomu alaykum.
Men Azam Qahramoniy va bu ham Azam Qahramoniy YouTube kanali. Qanchalik o'zim yaxshi ko'raman, kanalimni ham o'zimning nomim bilan qo'yman, qaranglar. Shunday biz har hafta tahlilini qilamiz. Gap yangiliklarda emas, balki ularning muhokamasida. Shunday ekan, albatta obuna bo'ling, like bosing, izohlarda fikringizni bildiringlar. Ko'pchilik bizni obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Bu albatta bizni qayg'uga soladi. Albatta obuna bo'ling. Agar siz bizni 2-3 marta tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak siz bizni ko'rishni tanlagansiz. Buni bildiring, biz ham bilaylik. Obuna orqali shuni bildirasiz. Biz uchun bu juda ham muhim, motivatsiya beradi, bizga jamoamizga energiya beradi, yana jo'shib qayta ishlashga bizga kuch-quvvat beradi. Biz davom etamiz. Osmon jismlariga o'zbekistonliklarning nomi berildi. Fazoda juda ham tez asteroid topilgan va unga Abduqodir Husanov nomi berilmagan. Yo'q, unday emas. Biroz boshqaroq voqea. O'zbekiston Fanlar akademiyasining ma'lum qilishicha, Xalqaro astronomiya jamiyatining WGSBN qo'mitasi 26-yil 9-yilda rasmiy bayonot qildi. Bayonot bilan chiqqanga ko'ra, astronomiya instituti olimlari sharafiga ikkita asteroid nomi berilgan. Ya'ni endi xalqaro kataloglarda Kamol Ergashev va Otabek Burxonov deb nomlangan ikkita asteroid bor. U asteroidlar bo'lgan, ular 2001 va 2009-yillarda topilgan va ularga endi ularning nomi berildi. Bu O'zbekiston uchun g'alaba deb o'ylayman va dunyo hamjamiyatida bizning olimlar ham tan olinishiga olib kelinadi. Endi O'zbekistonda ham tan olinsa bo'ldi. Dunyo tan oldi. Endi biz ham tan olaylik. Bitta-bittadan Malibumi, bilmayman, Trekkermi, cho'mosizlar-ku. Misol uchun Masharipov Ronaldodan to'yganda, bu olimlar bechoralar hali mashinaga to'ymagan menimcha. Nima, jinni xabarlar faqat O'zbekistonda bo'ladimi? Yo'q, AQShda ham bo'ladi. Marhamat, Yellowstone milliy bog'idan mana bu video. Bir amerikalik bizonni suratga olaman dedi, keyin bizon hujum qilib qolgan. Mana shunaqa bir g'alati, o'ziga xos xabar. Nimaga qo'shdik buni? Chunki hurmatcha bir tentaksimon xabarlar faqat O'zbekistondan chiqmaydi. Mana biz tenglik tarafdorimiz Amerikada ham bor demoqchiman-da. O'tgan sonimizda o'zbekistonlik fura haydovchisi Amerikada bir bolani urib, uni o'limiga sabab bo'lganini aytib o'tgandik va uning ishi sudga oshirilgandi va o'shanda aytgandim, uzoq yillarga ketadi bu aka deb. Biroz shoshgan ekanman, balki emotsiyada gapirdim. Biz tafsilotlarni bilmaymiz, chunki balki katta ehtimol bilan u yerda haydovchida ayb bo'lmaganligi bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz. Lekin yangi tafsilotlarga ko'ra 10-iyul kuni bo'lib o'tgan sud majlisida Asrorov garovsiz qamoqdan ozod qilindi va buni prokuratura ham inkor etmadi va bizda O'zbekistonning xabarlarida ozod etildi deb hamma joyda aytildi. Lekin detallari bor. Gap shundaki, ularni, ya'ni janob Asrorovni oyog'iga baribir kishan solingan, ya'ni bu tracking deyiladi. Qayerda yuribdi, qayerda yurgani baribir hali ham kuzatuv ostida va endi janob Asrorovning ishi katta hakamlar hay'atiga topshirildi, ko'rib chiqilishga, ya'ni grand jury deyilar ekan, mana shu ishga oshirildi. Ya'ni hali yana ko'rib chiqiladi va qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin degani. Undan tashqari lekin AQSh transport vaziri Sindafi mana shu hodisadan keyin commercial drivers license ni qayta ko'rib chiqilishini aytgan. Ya'ni bu degani tijoriy haydovchilarga beriladigan litsenziyani, ya'ni balki ular endi ingliz tilini bilishi kerakligiga katta urg'u berilgan. Chunki til bilmasligi qanaqadir oqibatlarga olib kelinishi mumkin va qanday standartlar ham qo'yiladi. Ya'ni birinchi yordam qanday berilishiga shart, balki ular tayyorgarlikdan ham o'tar. Haydovchilik guvohnomasi olishdan oldin. Shunday holatlarda qanday o'zini tutish kerakligi bo'yicha. Ko'ryapmizki, agar siz chet elda yaxshi ishlamoqchi bo'lsangiz, ingliz tili bilish juda ham muhimligini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Nimaga olib kelayotganimni o'zingiz ham yaxshi bilgandirsiz, lekin shoshmang o'tkazib yuborishga. Negaki 22-23-iyul kunlari 20:00 da shaxsan men o'zim bepul onlayn master klass beraman va mavzu shundan iborat bo'ladiki, ko'pchiligimiz ingliz tilini yarim yo'lda tashlab ketamiz. 80% o'qish yarim yo'lda tashlab ketadi. Nega? Men 13 yil davomida o'qituvchilik qilgan bo'lsam, men shu haqda o'ylaganman. Nega ba'zi o'quvchilar oxirgacha boradi, ba'zilar tashlab yuboradi va shuni ustida ish olib borib, katta bir qanaqadir dars yaratdim. Mana shuni master klassga aylantirib, sizlarga hammasini tushuntiraman va sizni endi narigi 20% ga o'tkazamiz. Ya'ni siz ana endi o'z tarixingizda birinchi bor ingliz tilida oxirgacha borasiz, baraka topkurlar, va orzungiz ushaladi. Ingliz tilida memlar ko'ra olasiz va Harry Potterni ham ingliz tilida originalda tomosha qila olasiz. Master klassda qatnashish uchun bizni yopiq Telegram kanalimizga qo'shilib olishingiz kerak bo'ladi. Uni havolasi esa mana shu video ostidagi tavsifda qoldirgan bo'lamiz. Rahmat, davom etamiz. Toshkentda juda ham bir g'alati voqea sodir bo'ldi va bu jamiyatdagi umuman davlat strukturalaridagi ko'plab kamchiliklar va mantiqsizliklarni ko'rsatib berdi. Gap shundaki, Toshkentda 18 yoshli qiz kechasi nima farqi bor-da? Shuni ham izohlab yozishganda odamlar. Kechasi Ichki ishlar vaziri
tomonidan u qiz ushalgan, ushlashga harakat qilingan. Qiz bo'lsa qochgan. Guvohlarning gaplariga qaraganda sochidan tortib mashinaga baribir o'tkazishgan, chunki u gumonlangan, giyohvand moddalarni tarqatishda bu ayblanyapti, bu gumonlanuvchi, qani ayblab olishganda, gumonlanuvchi bu, zakladchik bu deb o'ylashgan. Oysa voh solsa ham, lekin mashinaga olib ketishgan. Endi keyin bilishsaki, hech qanaqa u zakladchik boshqa emas, qiz qo'rqib ketgan shunchaki, bo'ldi. Endi hozir unga qanday ruhiy yordam ko'rsatilmoqda va hokazo. Ish endi qanday sudga oshiriladimi, yo'qmi? Kulgili savol. Yo'q, albatta, yo'q, oshirilmaydi-da. Lekin vazirlik onaning arizasi asosida xodimlarning harakatiga huquqiy baho berilishi va holat yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Bu yaxshi, albatta, bu yaxshi. Men nima demoqchiman? Qaranglar. Sal uzoqroq, uzoq emas-u, ozgincha miyang'ili qilaman. O'tkazib olmaylik shu joyini. Biz nimani ko'ryapmiz? Birinchidan biz muammoni boshqadan qidiramiz. Nega u qiz kechasi yuribdi? Nima farqi bor? Muammo o'tda emas. Muammo ichki ishlar xodimlari nimaga gumonlanuvchi, ular o'zi fikri bo'yicha gumonlanuvchi-da, qochgan bo'lsa nima bo'libdi? Xo'p, lekin uni borib sochidan turtib, nima reglamentda shunaqa yozilganmi? Haqqi bormi? Uni o'rnida xohlagan odam bo'lishi mumkin edi-da. Ya'ni reglamentda nima deb yozilgan? Reglament degani ish tartibi degani. Ya'ni ichki ishlar xodimlarining ish tartibida shu narsa bormi? Rostdan sochidan tortib bo'lsa ham olib kirish kerak degan narsa bormi? Men bilmayman. I don't know, this is crazy. I don't know. Bilasizmi, bizda O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha va inson qadri bo'yicha hali ancha ko'p ish qilinishi kerak, lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. O'zbekistonda inson qadri va huquqlari oshishi uchun sizlar fuqaroga aylanishingiz kerak. Gap shundaki, biz hali ham o'zbek xalqimiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari emasmiz. Farqi nimada? O'zbekiston xalqi so'raydi hukumatdan. Yordam beringlar deb so'raydi. Yoki nimadir bo'lsa, press qahramon Ichki ishlar vazirligining Instagramda belgilaydi, ani arizasi o'tmaydi. To'g'ri, bunda biz aybdor emasmiz, o'zi, bu ham bor. Lekin qachonki biz fuqaroga aylanamiz, katta qadamlardan bittasi biz fuqaroga aylanishimizning katta qadamlardan bittasi biz ot kallasida soliqlar to'lashni boshlasak. Agarda siz 10 million oylik topayotganingizda 3 millionini haqiqatdan ham soliqqa berib yuborayotganingizni ich-ichingizdan his qilsangiz, siz fuqaroga aylanasiz. Nimaga? Chunki siz oldingizda turgan militsiya ham, sizni to'xtatgan YPX ham, siz bilan qo'pol gaplashayotgan qaysidir xodim bo'lishi mumkin. Kim bo'lsa ham, siz u odamga oylik to'layotganingizni his qilib turasiz va bu umuman boshqacha suhbat bo'ladi. Mahalla raisi bilan ham boshqacha gaplashasiz, chunki siz unga oylik to'layotganingizni bilasiz. Har oy oyligingizdan 30-40% ketayotganini his qilasiz. Bu umuman yangi avlod o'zbeklari degani. O'shaning uchun o'zidan o'zi bo'lmaydi. Yemoni qusmog'i bor. Adolat, haqiqat, qonun ustuvorligi va inson qadri holi osilamiz. Soliqlarni qurtdek sanab qo'yish kerak. Yevropa xuddi shunaqa ishlaydi, bilinglar. Yevropaliklar 50-60% gacha solig'ini to'laydi. Soliq ular 5-ni to'laydi. So'raylar, xohlagandan so'raylar, Yevropada yashagan o'zbeklardan ham so'raylar. Xuddi shunaqa. Agar ko'rayotganlar orasida bo'lsa, Yevropada yashayotganlar izohlarda yozinglar. Albatta, bu sonimiz ham Donald Trampning hurmatchi qiliqlarisiz o'tmadi. Mana bu videoni ko'ring. Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump and I have a treatment plan. Bu Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining rasmiy sahifasida o'zi qo'yayotgan video chumasizlarmi? Vangermi bu? Kim bu? Men Amerikaga borib kelib bo'ldim, shuning uchun endi bemalol gapira olaman. Trump o'zini doktor deb chiqqan va men ko'plarni davoladim deganda, keyin sun'iy intellektda qilingan va keyin sun'iy intellektda Gollivud yulduzlarini videosini qo'yib yuborgan. Julia Roberts, Robert De Niro, Edward Nortonlarning yuzidan foydalanib sun'iy intellektda xuddi ularga gapiryapti. Menga Trump yordam berdi debdi, ular rozilik bildirmagan. Ular sudga beradi, nima bo'ladi men bilmayman-ku. Lekin bunaqa narsalar AQShda bo'lishi, ya'ni rivojlangan va inson huquqlari va mualliflik huquqlari himoya qilingan joyda bo'lishini o'zi crazy-da. Men buni ko'rib bu domanda 5-6 marta tekshirdim. Rostdan Donald Trumpning Instagram sahifasida chiqqan bu narsa. Nimani davolagan? U aytganki, men TDS dan sizlarni davoladim. Bu endi tipa Trumpga qarshi sindromni davoladim. Endi hamma men tomonda men fikrimga qo'shildi deb, ani yulduzlarning yuzidan foydalangan. Ular gap gapirmagan. This is crazy, man. Molxonada o'tgan umr. Afg'onistonda bir erkak, bir mavjudotning ayoli 7 yil davomida molxonada saqlangan. Uni o'g'li bilan ham hattoki, chunki 1 yil avval uni o'g'li ham oldiga tashlangan. Sen mashta yashaysan deb, keyin shu mavjudotning qaynonasi, to'g'ri, o'sha ayolning onasi hamma joyga borib, qizim meni ushlab o'tirishibdi deb dodvoy solgandan keyin topib ozod qilishibdi. Ayolning qaynonasi ekan. Men birinchi ishonmadim, ayol onasi bo'lsa kerak. Yo'q, ayoli qaynonasi, ani mavjudotning onasi ekan.
yaxshi odamlar bor ekan bu dunyoda. To'g'risi men hayron qoldim. Qanaqasiga Afg'onistondek inson huquqlari himoya qilinadigan shunday rivojlangan jamiyatda bunday narsalar bo'lishi mumkin, a? Ijtimoiy tarmoqlarda video tarqaldi. U yerda BYD haydovchisi kuryer bolani yuziga shapaloq tushirgan. Bu bo'yicha men ham video qilib chiqdim. U yerda bu narsani qoralaganman. Biz bu yerda BYD haydovchisi aka bechara dastavshik bolani urayotganini ko'ramiz. Bu noto'g'ri. Biz shunchaki bitta O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ikkinchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga shapaloq tushirayotganini ko'rishimiz kerak. Va keyin esa ushbu videoni ko'plab izohlar kelib tushdi. Hadicha 1-2 yozildi. Dastavshik borib urgan BYDni, pulim yo'q deganiga jahli chiqib urgan BYD egasi $300 kamida rasvodga tushdi. Sudga beraman desa, uyaladi dastavshikka ham sudga beradimi? Bir shapaloq narxi hozir $300. Men ikkita shapaloqqa ham rozi bo'lardim deb kulganlar. Ongingizga deb yozgan. Shapaloq mashina egasi ham orzu maqsadda shu mashinani olgan, tarsalatib orqadan sop tursa yangi mashinani kimga yoqadi deganlar, lekin vergullarning hisobiga men yaxshi o'qib bera olmadim. Vergullar yo'lini hisobiga. Yana bitta izoh. Medina yozyaptilar. Voy, agarda men urilganimda shunaqa muomala bo'lganda dal urardim. Ichida ovqati bor sumkam bilan bejab qo'yardim. Qimmat mashinasi bilan birting menga deb yozganlar. Gapirishga oson, lekin mashinaning egasi o'rnida bo'lganingizda kim indamay ketadi? Qimmat mashina bo'lsa aqli, qimay o'zlaringdagi bo'lganda chiqararsanlar deb yozganlar Shokir Meliyev. Ushbu izohlar meni rostdan rosa o'ylantirdi. Bir tomondan o'zingiz hal qilishmoqchi, ikkinchi tomondan qonuniy hal qilish bor. Meni pozitsiyam qanaqa? Nima bo'lgan taqdirda ham shapaloq uni hal qilmaydi. Ya'ni mashina urgan orqasidan kelganmi, kim bo'lsa ham shapaloq degan huquqni bermaydi unga. Qonuniy yo'l bilan hal qilinishi kerak. Abotdagi odamlar bo'lsa, u oldin seni ursin, keyin bilarding deyapti, lekin boshqa odamlar aytayapti. Agar meni urganda men chidab tura olmasdim, men dalsh urardim, to'g'ri aytyapsiz degan. Yo'q, siz dalsh ursangiz, siz ham sudga aralashyapsizlar, o'zingizlar jungli qonun bilan hal qilib yotibsizlar. Qonuniy hal qilish kerak. Lekin afsuski shunaqa bir narsa bor, uni nomi adolatga bo'lgan dostуп. Ya'ni adolat qanchalik tez yetiladi. Ya'ni adolatga biz qanchalik tez yetib boramiz. Afsuski O'zbekistonda adolatga tez yetib borib bo'lmaydi. Keyin men o'yladim rostdan, BYD haydovchisining o'rnida bo'lganimda, meni urib oldi, militsiya chaqirdim, protokol tuzdim, meni urdi, qonuniy chora ko'rilsin deyildi. Nima bo'lardi? Kelgan GAI ham, "Xo'p, siz o'zingiz qayerda ishlaysiz? Mashinangiz qanaqa? Mana shu mashina. Xo'p, siz ham yuring. Nimada tilxat yozdiradi. U yoqqa olib boradi, bu yoqqa olib boradi, sudriydi, sudmi sud, guvohlik, yana kelib keting, yana kelib keting. Boshqa balobatir oxiri 2 million so'm chiqarib beradi. Men bu aka 10 million rasvod qilib yuborgan. O'shaning uchun ham bunday holatlar bo'lmasligiga biz bir tarafdan qonun talab qilishimiz kerak, ikkinchi tarafdan davlatning o'zi ham qonuniy tarafdan, ya'ni adolatga erishishni osonlashtirish kerak. Muammo shunda. Chilida kran qulab tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana hozir qulidi. Mana hozir qulidi, lekin ani uyga tomiga shunaqa tushdi. Men odamlar bo'lgan bo'lsa ham bilmadim lekin. Chili Janubiy Amerikada joylashgan davlat bo'lib, eng rivojlangan va inson huquqlari yaxshi himoya qilingan davlatlar orasiga kiradi, lekin u yerda ham mana shunday holatlar bo'lib turar ekan. Kitobda odam quturdimi? Qashqadaryoning Kitob tumanida bir oilaning 3 a'zosida quturish kasalligi aniqlanganligi haqida xabarlar tarqaldi. Sog'liqni saqlash vazirligi voqea bo'yicha rasmiy munosabat ham bildirgan. Ta'kidlanishicha, 10-iyul kuni Kitob tumanida yashovchi 47 yoshli shaxs xavfli yuqumli kasallik gumoni bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bemorni 1 oy avval tulki bolasi tirnaga aniqlangan va u 11-iyul kuni vafot etgan. Mazkur hududda yashovchi yana 3 nafar shaxs ehtiyot chorasi sifatida tibbiy ko'rikdan ham o'tkazilgan. Quturish kasalligi hali hamon insoniyat uchun eng katta xavflardan biri bo'lib turmoqda. Albatta, odam faqatgina o'zini himoya qilishi mumkin va bu hayvonlarni, ayniqsa mana shu daydi hayvonlarni emlash orqali mana shuni quturish kasalligining darajasini pasaytirish mumkin. Tan olish kerak, hozir dunyoda va jumladan O'zbekistonda ham ushbu kasallikdan vafot etayotganlar soni ancha past, lekin baribir bu biroz xavotirli. Oliy ma'lumotli mahbus. Qozog'istonning Olmaota shahrida kollej bitiruvchisi diplom topshirish marosimida diplomini yirtgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi, lekin keyinchalik bilinsa, u haqiqiy diplomni yirtmagan, u oldida fake diplom olganda, o'zi qog'oz olgan. Diplom olgandan keyin nariga qog'oz chiqarib yirtgan, mana deb. Endi bu shunga o'ziga yarasha bir behurmatsizlik bo'lgan. Endi men o'ylayman, bu yaxshi emas bunaqa ish qilish, maynavatchilik va ma'muriy javobgarlikka tortilish ham to'g'ri deb hisoblayman va mening munosabatim shunki, meni faqat O'zbekistonda emas, ham xabarlar Qozog'istondan ham qo'shni
qo'shnilarimiz ham mana shunaqa g'alati ishlar qilib yurgan ekan, faqat biz emas. Yer sayyorasida iqlim o'zgarishi oqibatidan turli xil mana kataklizmalar va anomal hodisalar sodir bo'lmoqda va Kanada ham shu jumladan va Kanadada hozir o'rmon yong'inlari kuchaymoqda, tutun AQShga ham yetib bormoqda. Hozirgi kunga kelib 857 ta faol yong'in o'choqlari mavjud bo'lib, ya'ni 21 ta yangi o't olish qayd etilgan emish. Tushunishing uchun 1,4 million gektar maydon kuygan. To'g'ri, Kanadaning o'zi katta, lekin bu ham katta maydon aslida. Yong'in tutuni Toronto, Boston va New York kabi katta shaharlarni tutun bilan qopladi. Butunlay emas, lekin tutun bu yerda ko'ringan qanchadir qismini qoplagan. Har rostdan ham oxirgi yillarda iqlim o'zgarmoqda, biz buni sezyapmiz. O'zbekistonda ham kunlar, ya'ni yoz battarda issiqlashib bormoqda. Mana bunday yong'inlar bundan avval Ispaniyada edi. Hozir Yevropada juda ham issiq, odamlar nobud bo'lmoqda. Endi bu iqlim o'zgarishi o'zi aslida kimdirlar aytadi, bu tabiiy jarayon, kimdir aytadi, yo'q, insonning aralashuvi bilan bo'lyapti deb. Qanaqa tabiiy jarayon? Biz bilamizki, bir yilda fasllar almashadi, to'g'rimi? Ya'ni yoz, qish, kuz bo'ladi. Lekin undan tashqari yana afsonaviy fasl tushunchasi ham bor. Ya'ni yer sayyorasining o'zi ham 1000 yillarda aylanib keladigan fasllari bor. Ya'ni har 50 ming yoki 30 ming yilda bir qish keladi, keyin aylanib kelib turib yana yoz ham bo'ladi. Hozir biz balki mana shunday biz yoz davridamiz. Esingizda muzlik davri degan multfilm bo'lardi. Bu ana o'sha haqida. Ya'ni bir necha ming yillar avval yerda muzlik davri, ya'ni qish bo'lgan degan gap. Mana shuni hozir yoz davri kelmoqda endi. Gap shunda. Men necha marta aytganman, Gollivud filmlari bizga yomon ta'sir qiladi deb. Mana yana bittasi. 13-iyul kuni Samarqand Mirzo Ulug'bek tumanida yuzini niqob bilan o'rab olgan, sumkasida bomba bor edi, bitta odam bankka kirib kelgan. Portlataman, pullarni chiqargan. Keyin huquq-tartibot xodimlari kelgan, u bilan distansiyadan muzokara olib borib, keyin oxiri u odam taslim bo'lgan. Lekin bankdan pul o'marmoqchi bo'lgan. Bunaqasini biz faqat filmlarda ko'rardik, ana O'zbekistonga ham yetib kelibdi. Endi nima deymiz? Faqatgina xunu o'g'riliklar qilmaylar, ho'kiz, sigirni o'g'irlab mashinaga tiqishadi. Unaqa emas, mana bunaqa romantichniy o'g'riliklar ham qilib turinglar derdim-ku, lekin bu albatta qonunga xilof bo'ladi. Bunaqa tavsiya bera olmayman. Farqi yo'q, xunumi, chiroylimi o'g'rilik qilmaylar. O'zbekistonda 2025-yilda mustaqillikka erishganimizdan beri eng ko'p 11,7 million turist tashrif buyuribdi. Bu turistlarning ichida esa talabalar ham bor. Ha, o'zi ba'zi mamlakatlarning butun iqtisodiyoti talabalarni import, ya'ni talabalar keladi, biz va ta'lim eksporti bilan shug'ullanamiz. Ko'p mamlakatlar shuni hisobiga ham iqtisodiyotini ancha zo'r ishlaydi. Masalan, AQSh, Kanada, Avstraliya shunaqa mamlakatlar qatoriga kiradi. Va rostdan ham sezgandirsiz, O'zbekistonda hindistonlik talabalar ancha ko'paydi, lekin eng qizig'i Amerikadan ham talabalar ko'p va eng ko'p amerikaliklar qaysi universitetda ekandi? Kyoto universitetida. Kimyo International University in Tashkent O'zbekistonda ochilgan birinchi xususiy universitet bo'lib, eng talabgir 38 ta bakalavr yo'nalishda ta'lim taklif qiladi. Shuningdek, o'qish davomida amaliyot va ish tajribasini orttirish bo'yicha keng imkoniyatlar ham bor. Bundan tashqari Kyoto Janubiy Koreya, AQSh, Yevropa, Turkiya, Malayziya va Xitoyning nufuzli universitetlari bilan hamkorligi bo'lib, 2+2 yoki 3+1, ya'ni 2 yil o'zimizda, 2 yil chet elda yoki 3 yil bizda, 1 yil esa o'sha chet el mamlakatlarining nufuzli universitetlarida o'qish bo'yicha dasturlarni ham taklif qiladi. Va eng qiziq joyi, siz universitetda o'zingiz yo'qlaydi. Toshkent, Samarqand yoki Namangan kampuslarida ham o'qishingiz mumkin. Agar siz ham zamonaviy va xalqaro darajada ta'lim olishni istasangiz, quyidagi manzillarga murojaat qiling. Mana bu yerda sayti, mana bu yerda esa raqamlari. Lekin biz baribir videoning tavsifida o'sha ma'lumotlarni yana bir marta qoldiramiz, o'tdan ham topsangiz bo'ladi. O'sha kunlar ham yetib keldi. Bo'ldi, endi chakagim o'chadi. Boshqa jahon chempionati haqida yangiliklar aytmayman, shunisi oxirgisi. Kecha kechqurun jahon chempionati tugadi, final o'yini bo'lib o'tdi, bo'ldi, qutuldik. Yarim finalda 4 ta jamoa qolgan edi. Unaqa zo'r o'yinlar bo'ldi. Mazaq tomosha qildik. Argentina Angliyani oxirgi daqiqalarda yutdi. O'zi 1-0 hisobda Angliya oldinda edi, keyin 2 ta gol Argentina urib ketdi. 3-o'rin uchun o'yin, wow, gollar festivali bo'lib ketdi. 10 ta gol hisob 6-4. Fransiya bilan Angliya o'rtasidagi o'yin shunaqa qiziq o'yin bo'ldi, lekin final keyin shuni bizga tovonni to'latdi. Final shunaqa zerikarli, jahon chempionlari tarixidagi eng zerikarli final bo'ldi. Bilishinglar uchun Argentina 120 daqiqa davomida bir marta ham darvozaga aniq zarba bermadi. Menimcha oxirgi 10 daqiqalarda zarba berishni boshladi-yu, lekin 110 daqiqa, 100 daqiqa davomida umuman darvozaga aniq zarba ham bergani yo'q. Bu yerda Ispaniya harakat qilib yotibdi. Oxiri keyin Ispaniya gol urdi va Ispaniya jahon chempioniga aylandi. Messi ko'zida yosh bilan faoliyatini terma jamoada tugatyapti, chunki bo'ldi. Boshqa endi kuboklarga harakat qilishdan ma'no yo'q. Yoshi ham 39 yoshda va nima deymiz,
bilmaymiz, katta epoxa davr tugamoqda. Ronaldo, Messi davri misli ko'rilmagan davr bo'lib bizni yodimizda qoladi. Messi o'zining 9-chi bu umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan 9-oltin to'pi sari ketayotgan edi. Hali ham imkoniyati bor, lekin juda ham past. Kim bilsin, hozir ko'plab boshqa nomzodlar bor. Harry Kane bo'lishi mumkin, chunki u kalendar yilda eng ko'p gol urgan o'yinchiga aylanyapti. Mbappe bo'lishi mumkin, chunki u ishtirok etgan barcha chempionatlarda to'p urari bo'lgan. Ispaniyada Chempionlar Ligasi va Jahon chempionatining hammasida Mbappe to'p urari bo'lgan. Lamine Yamal deyishyapti, chunki Ispaniya Jahon chempioni bo'ldi va kutilmaganda Rodri ikkinchi oltin to'pini olishi mumkin, chunki Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi o'yinchisi sovrinini qo'lga kiritdi. Kim bilsin, yilning oxirigacha kutamiz, kim yilning eng yaxshi o'yinchisi bo'lib oltin to'pni olar ekan. Siz esa izohlarda yozib qoldiring, kim olar ekan. Ana endi kelib soqqali mavzu haqida gaplashamiz. Futbol hali tugamadi, lekin soqqa, pul. Hamma qiziq-ku, to'g'rimi? Jahon chempionati o'ynalgan mana shu maydondagi chim endi kesib ketib sotilar ekan. $450 dan $1200 sotilishi mumkin ekan. Undan tashqari FIFAda mana shu Jahon chempionati barcha qatnashgan terma jamoalarga pul beriladi. Ya'ni tayyorgarlik ko'rgani uchun. Undan tashqari chempion jamoa uchun $55 million beriladi. Finalda ishtirok etgan jamoaga $33 million va hokazo yana dollarda beriladi. Umumiy olib qaraganda $880 million barcha qatnashgan jamoalarga natijasiga qarab turib bo'lib berilar ekan. Bu juda ham katta raqamlar va bu rekord darajadagi rag'bat pullari bo'lib chiqdi. O'zbekistonda oxirgi yillarda ora-chora ko'p shunaqa yangiliklar chiqadi, ya'ni kafein tashqarisida qanaqadir janjal bo'ladi, kimnidir pichoqlaydi va u o'lim bilan yakun topadi. Afsuski bu hali ham tugatilmagan. 23 yoshli Abdurasul Ahmadjonov asosiy ishdan qaytgach, kechki payt Farg'ona shahridagi kafelardan birida ofitsiantlik qilayotgan edi. 12-aprel kuni, ancha bo'ldi bu voqeaga, kechasi 9:00 chamasi u va xo'randalar o'rtasida janjal chiqadi. Oqibatda ofitsiant reanimatsiyaga yotqizilib, keyinroq vafot etadi, chunki xo'randalardan biri unga pichoq bilan zarba bergan. Marhumning onasi faqatgina bir kishi javobgarlikka tortilayotganidan shikoyat qilib, Kun.uzga murojaat qildi. Mana shu yaqinda murojaat qilingan, shuning uchun ham xabarlar hozir chiqmoqda. U baquvvat farzandini bir necha kishi tepkilagan deb hisoblaydi, ammo guvohlar buni rad etadi. Tafsilotlarga ko'ra, pichoq bo'lmaganligi bizga qorong'u, lekin vafot etgan Abdurasul tepkilangan va uni boshiga qattiq zarar berib, u yiqilgan. Mana shuni oqibatida u hayotdan ko'z yumgan. Meni fikrimcha, bunday holatlar yana davom etaveradi toki biz mana shunday holatlarda, shunday jinoiy javobgarlik tortilganda qattiq jazo bermas ekanmiz. Bir narsani bilish kerakki, odamlarda qo'rquv yo'q. Ya'ni ular mana ko'p ko'ramiz, yo'llarda ham ko'ramiz, qanday holat bo'lsa chiqadi, u yort so'kadi endi. Ular bizni o'raman, o'ldirib o'raman soni deydi-da. Bu odamlar miyasida nima bor? O'ylaydiki, rostdan ham o'ldirib o'radi, bo'ldi deb o'ylaydimi? Rostdan shunaqa deb o'ylaydi, lekin ular agarda har bir odam men kimdirni o'ldirib qo'ysam, menga 30 yil berib yuborishadi degan xayol bilan yursa-chi, hech kim bir-biriga tiq etmaydi. Mana Xitoyda odamlar bir-birini umuman ura olmaydi. Hattoki shunaqa hazilomuz videolar chiqib ketgan, odamlar bir-biriga tuflaydi. Urushayotganda ko'chada urushib ketadi, ko'chada bir-biriga tuflaydi. Qo'l teg'iza olmaydi. Chunki jazosi nerealniydi. O'shaning uchun bizda ham mana shu narsa. Qo'rquv yo'q. Odamlar bir-birini o'ldirib yotibdi. Zamonamiz qahramonlari, siz qilishdan uyalardingiz, qo'rqardingiz, lekin bu yigitlar bu ishni amalga oshirishdi. Qoyil deyman. To'y degan ananasni yeyish kerak. To'ppa-to'g'ri. Men har safar shuni o'ylardim. Kechalar uxlamasdan chiqardim shuni o'ylab. Nimaga men to'yda turgan ananasni yeya olmayman? Mana bu yigitlar muzni yorib berishdi. Endi ularning orqasidan biz bardavom bo'lib ketamiz. Kelinglar, hammamiz hozir kelishib olaylik-da. To'ylarga borganda o'rta turgan ananasni onasini yemsin, yeylik. Keyingi safar to'yga borgandacha ofitsiantga shunday qaraysiz-da, menga pichoq bering deysiz. Faqat unaqa so'rashdan oldin ichmagan bo'lishingiz kerak yoki yoningizda kimlarni urishib turgan bo'lishingiz kerak emas. Bo'lmasa ofitsiant pichoq bermaydi sizga. Tushunarli nimaga? Qorin ham ochib ketdi-ku. Savrdan bahra olaylik. Yo'q, lekin yengilik bor. Yengilikning zo'ri bor. Biz shuncha intiqib kutgan ish amalga oshdi. U sodir bo'ldi. Endi Savr mahsulotlari korzinkada. Yes. Endi siz Savr mahsulotlarini korzinkani barcha tarmoqlardan topa olasiz. Ana o'sha kunlar ham yetib keldi. Menga izohlar yozmanglar. Qayerdan topamiz Savrni? Qani topa olmaymiz-ayu deb. Korzinkada bor, shu yerdan olasizlar. Rahmat. Metro tomi qulab tushdi. Qanaqasiga men ishona olmayman, bo'lishi mumkin emas. Biz buni kutmagandik.
Men shokdaman. 16-iyul kuni Toshkent metrosining Turon bekati tom konstruksiyasining bir qismi qulab tushish natijasida 2 nafar yo'lovchi yengil tan jarohati olgan. Toshkent metropoliteni ma'lum qilishi harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bekatda metro qatnovi vaqtincha to'xtatiladi. Bilasizmi, men bu xabarni o'qib juda ham hayron qoldim. Qanaqasiga? Axir biz metro qurilishiga shuncha pul sarfladik va bizni halol xodimlarimiz hech qancha pulni yemasdan peshin terini to'kib hammasini qurishgan-ku. Qanaqasiga bunaqa sifatli qurilgan inshootlar qulab tushishi mumkin? Men ishonmayman. Men o'ylaymanki, yevreylar buni qilgan, yahudiylar shu ishni qilgan. Mana o'shalar fitna qilyapti bizga. Mana rasmiy bayonotim shu. Uysiz prezident. Janubiy Koreya prezidenti Lee Jae-myung Seul yaqinidagi Sonnam shahrida joylashgan kvartirasini sotdi. Prezident bu qarorni hukumatning ko'chmas mulk bozorini barqarorlashtirish siyosatini qo'llab-quvvatlash va jamoatchilik ishonchini oshirish maqsadida qabul qilgan va o'zi ham endi mening uyim yo'q deya hazilomuz tarzda ta'kidlagan o'sha uy-joy siyosatiga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida. Eng qizig'i Janubiy Koreyada haqiqatan ham uy-joy bo'yicha shunchaki jinni bo'lib yotibdi. Uylar narxi juda ham baland va eng qizig'i arendaga, ijaraga turmoqchi bo'lgan odamlar uchun shunchaki do'zax. Borib turib shunchaki ijaraga ola olmaysiz. Siz oldindan 2-3 yil ijarasini berishingiz kerak. Ba'zi holatlar uyga yarim pulini qo'yishingiz kerak. Zalogka-da bu vashi jinnilik. O'shaning uchun buni rostdan barqarorlashtirish kerak. Uy-joy siyosati dabdala chiqyapti Janubiy Koreyada. Men nima demoqchiman bu xabarim bilan? Adolatsizliklar faqat bizda emas, Janubiy Koreyada ham bor. O'zbekistonliklar uchun yangi bozor ochildi. Rossiya emas, endi Belorussiyaga ishga borsa bo'ladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda o'zbekistonliklarni Belarusga ko'chib kelishga taklif qildi. Aytganki, O'zbekistonda suv yetishmovchiligi bor ekan, muammolar bor, bizda yer ham suv ham bemalol kelsin ishlagan, vaqtda yashashsin deb aytgan. Va rostdan ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab videolarni ko'rdik. Bir to'da qilib o'zbekistonliklarni bitta formada Belarusga yuborishyapti. Uning atrofida qancha mashmasha bo'ldi. Oyligi $500 ekan, o'zimizga $100 qo'yapti. Sharoiti yaxshi emas va hokazolar. Unga qarshi yana reaksiya ham chiqdi, aytishdiki, hech qatdan oson emas. Xatga borgan bo'lsa ham boshida biz umuman uyga pul ham jo'nata olmasdik. Biz faqat o'tda yashab qolardik. Boshdagi yillarda, 1 yil, 2 yilda. Faqat tilni o'rgangandan keyingina, ko'proq ishlab, kanalda ko'tarilgandan keyin yaxshiroq oylikka chiqib, keyin uyga pul jo'natganmiz. Ozgincha ishlash kerak degan reaksiyalar ham bo'ldi. Endi bilmayman, men munosabatim yo'q bunga. Balki sizlar izohlarda yozarsizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma ko'rdi, hamma yodi muhokama qilindi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mana bu holatni ko'rdik. Mishmishlarga qaraganda kortej o'tayotgan bo'lgan-ki, oxirida ikkita mototsikl qolib ketgan. Uni lekin nimagadir bilishmagan va mas'ul xodimlar ruxsat berib yuborgan yurishga, mashina yo'lga chiqqan. Unga kelib mototsikllar katta tezlikda urilib, this is crazy. Nechta odam ushbu hodisa oqibatida halok bo'lgani bo'yicha bizda to'liq ma'lumot yo'q, lekin berilgan ma'lumot bo'yicha 29 yoshli YPX brigadasi maxsus batalyoni moto guruhi komandiri leytenant Ozodbek Qo'ldoshaliyev Madiyorjon o'g'li halok bo'lgan. Ozodbek akani oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz va ularga sabr tilaymiz. Kursni boshroqda aytdim, qarilik bo'lgandan keyin ham bir oyog'im bu yerda, bir oyog'im go'rda deb o'tirish kerak emas, faol bo'lish kerak deb. Mana piyoda futbol tashkil qilinibdi. Chet elda qaranglar, chollar maza qilib futbol o'ynayapti. Zo'r-ku. Hayotda mazmun bor-da, ya'ni ularda bizni har hafta o'yinimiz bor. Biz bu mavsumda chempionatni yutishimiz kerak degan xayollar bo'ladi. Bu yaxshi-da. Odamga qanaqadir mazmun beradi, orqa intilishga harakat boshlanadi. Bu yaxshi deb hisoblayman. Bunaqa narsalar bizda ham bo'lishi kerak. Mana biznes g'oyasilarga. Qilinglar, chollar futbol ligasini qilinglar, zo'r soqqa qilsa bo'ladi. Hamma pul chollarda. Mana buni haqiqiy do'stlik desa bo'ladi. Nima o'rtog'ingdan tomdan tashisa, sen ham ketdan tashiysanmi deyishardi. Shu narsani mana bu opa isbotladilar. Eng qizig'i bu opa rulda bo'lganlar-da. Rulda, chuvasizlarmi? This is crazy man. O'zbekistonliklar uchun yana bir g'alaba. Jakartada bo'lib o'tgan 19 yoshgacha va 23 yoshgacha bo'lgan Osiyo chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi boks bo'yicha birinchilikni egalladi. Ya'ni 38 nafar ishtirokchidan 21 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza bilan mutlaq birinchi o'rinni olishdi. Ya'ni umumiy mamlakatlar reytingida birinchi o'rinni olishda boks bo'yicha bizga haqiqatan yetadigani yo'q.
Tili uchun musht edi. Gruziyaning 5 yulduzli Agarani Estate mehmonxonasida rossiyalik 2 qiz zo'ravonlikka uchradi. Aytishlaricha, buning sababi ular rus tilida gapirgani bo'lgan va mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Gruziyalik erkak gap talashib oxiri musht tushirgan va ushbu gruziyalik odamga bu rossiyalik qizlar qaysi xonada turishini reception deyilar aytib berganmish degan mana shunaqa mish-mishlar yuribdi. Ha, Gruziyada rostdan ham rus tili va rus madaniyatiga qattiq qarshilik chiqishadi. Ular ruslarni yomon ko'rgan, rus tilida atiydan gapirishmaydi. Agar siz Gruziyaga borib qolsangiz, qanaqadir gaplashish kerak-ku. Ha, rus tilida gapirib ko'raman desangiz, katta xato qilasiz. Ular gapirmaydi, ingliz tilida gapiradi. Ha, Gruziya hozir turistlar bilan gaplashadigan tilni yo gruzin tili yoki ingliz tili qilib olgan. Rus tilida ular bilsa ham gapirmaydi. Lekin meni fikrim bo'yicha, ha, balki o'sha madaniyatni boykot qilinayotgandir, rus tilidan voz kechilayotgandir. Ha, bu ularning ishi. Tushunaman ularni. Tarixan ko'p aziyat chekkan, tazyiqlarga uchragan Rossiya imperiyasi, Sovet ittifoqi tomonidan. Lekin mana bunaqa yo'llar orqali qarshi chiqish men uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Bilmadim. Izohlarda yozinglar fikringlarni. Ha do'stlar, shuning bilan bu hafta tahlillarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bilaman, to'xtang, videodan chiqib ketmang. Statistikaga qaraganda oxirida nima odamlar chiqib ketadi-da, shunaqa to'xtab turing. Xo'sh, xayrlashib olaylik. Bu keyin videoga o'tib ketaverasiz. Rahmat, oxirigacha tomosha qilganinglarga. Oxirigacha tomosha qilayotganlar izohda buni yozib qo'yinglar. Men oxirigacha ko'rdim deb men ham ko'rib xursand bo'laman. Keyingi haftada ko'rishamiz. O'zini vaqtida chiqaramiz. Obuna bo'ling, izoh yozing, like bosing va storieslarga ham qo'yinglar. O'rtog'inglarga aytib beringlar. Choyxonada aytinglar, ko'ryapsizlar, hafta tahlilini zo'r ketyapti deb aytib qo'yinglar. Sababchi bo'lasizlar, ular ham boshlab ko'rishiga. Keyin butun hamma choyxona deylarga, krug deylar hamma ko'radi-da. Azamat birinchi boshqa g'aybilla aytuvda birinchi yoki Madina aytuvda bizga. Shuning uchun hozir hammamiz ko'ryapmiz deb siz bir sababchi bo'lasiz, plus auraga chiqasiz-da. Yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun harakatinglarni qilinglar. Xayr, keyingi safargacha.